Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram jamoat muslimin, hurmatli qadrdon baliqchilar. Hammanglarga kirib kelayotgan Hayit bayrami muborak bo'lsin. Men hozir sizlarga sazanga juda ham oddiy xo'rak tayyorlash sirini aytib o'taman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Hammaga omad tilaymiz. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Hammanglar Allohga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Baliqchi birodarlar, hozir men sizlarga juda oddiy bir sazanga xo'rak tayyorlab ko'rsataman. Bu nihoyatda oddiyligi uchun ko'pchilik bu nazarga ilmaydi. Ko'pchilik o'zi oddiy narsalar odamning e'tiboridan chetda qoladi. Lekin ko'proq oddiy narsalarga baliq ilashadi. Mana oddiy blinchik. Oddiy blinchik o'rtoqlar. Lekin bu blinchikning bir siri bor. Mana shu blinchikni men sizlarga tayyorlashni aytaman. Bilinchiydi mana palasa qilib kesasizlar mana. Ko'rdingizmi mana? Shuni mana hozir bir 3 ga bo'linsa bo'laveradi mana. 3 ga bo'lib manaqa idishga mana solasizlar. Solib turib, buni vanilin tozasi, nihoyatda qimmatroq vanilin, shundan olib ozgina shuni ichiga sepiladi. Silkib xaldiniga qo'yib qo'yasizlar. Shuni mana baliq oviga borganda bu nihoyatda vanilinga to'yinadi. Mana palasani olib turib mana lapsha. Bilinchik mana olib turib, mana buklab turib mana ko'rdinglar. Endi men hozir yerda kattaroq ilmoq qildim sizlarga ko'rinsin deb. Aslida men bir kichikroq ilmoq qo'yaman. Kichikroq ilmoq ham bo'laveradi. Men e'tibor berdim, mana qora ilmoqdan ko'ra mana oq nikelli ilmoqqa baliq yaxshi ilinyapti. Mana shunday qilib qo'yasizlar mana. Mana ko'rdinglar. Bu bilinchikning siri bu suvda ko'proq turadi, nondan ko'ra. Endi bu bilinchik bozordan unaqa bilinchik olmaysizlar, bu uyda sutga va tuxumga bo'ladi. Qarang, unda olasizlar, sut, tuxum, shakar. Agar buni suvga qilsanglar, unaqa rezultat bo'lmaydi. Bu sut qo'shishning ma'nosi sutda ko'p protein bor. Baliq o'ziga chaqiradi. Shu baliq shu bilinchikka qo'shilgan sutni ham, yog'ni ham, tuxumni ham, shakarni ham sezadi. Shuning uchun non ilib tashlagandan ko'ra, mashina anaqa bilinchikni ilib tashlasanglar, baliq ko'proq keladi. Chunki baliq sezadi-da, bunda shu quruq suvga qilmasdan mashina uyda bir pishirsanglar, 5-6 ta, 10-15 ta, sizlarga bitta yo ikkita yetadi. Qolgani uydagilar yesa bo'laveradi. Demak, quruq suvga emas, sutga, tuxumga, shakar, ozgina tuz qo'shib qilasizlar. Ozgina yog' qo'yib ikki tomondan pishiriladi. Ilmoqqa mana ilsanglar mana qilib palasani buklab mana ilsanglar suv anaqada ko'k turadi. Lekin ilmoqni kichikroq qilasizlar. Endi men hozir sizlarga ko'rinsin deb kattaroq ilmoq qildim. Bu xo'rakni olga sazan kelganda yig'laydi. Ha, nima yig'layapsan, sazan deb gaplashasiz. Men bunaqa mazali xo'rakni umrimda yemaganman deydi. Chunki bu ancha-muncha oddiy nondan ko'ra mazali xo'rak hisoblanadi. Keyin xamirdan ko'ra ham, xamir ham yaxshi, lekin xamirdan ko'ra ham suvda ko'proq turadi. Shunga e'tibor beringlar. Lekin bu oddiy, ko'pchilik oddiy narsalarni nazariga ilmaydi. Ha, bu oddiy deydi, lekin oddiy narsada ish ko'p. Shuning uchun bu oddiy demasdan, e'tibor bermasdan buni qilib ko'ringlar. Xudo xolasa mashinga nihoyatda sazan yaxshi ilinadi. E'tibor berdinglar, rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kirib kelayotgan Hayit bayramingiz muborak bo'lsin. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Alloh hammani omadini bersin. Birodar, qadrdon ovchilarga biz ovlarda omad tilaymiz. Xo'p, salomat bo'lasizlar.